Birinchi bo'lib inson o'zini kimligini topish kerak. Bu juda ham muhim. Sizda muvaffaqiyatga erishishingiz uchun, baxtli hayot kechirishingiz uchun, jamiyatga foyda keltirishingiz uchun, ota-onangizga rahmat keltirishingiz, sodda qilib aytganda maza qilishingiz uchun birinchi o'rinda o'zingiz topgan bo'lishingiz kerak. Mana shu savolda bizda aniq yozilgan yechim yo'q. Men o'ylayman, o'z dunyoda ham buni bir yozilgan qoidasi bo'lmasa kerak. Lekin ba'zi bir instrumentlar bor. Men nimani tavsiya qilaman? Mana kecha bir suhbatda bo'lyapti shunaqa. Sizga bitta voqeani aytib beraman. Yoshligimda rosa sho'x bola bo'lganman. Shu uydagilarga aytmasdan, endi bizda Qarshining sharoiti shahar unaqa katta bo'lmagan. Shu shahar bo'ylab nechta sport to'garagi bo'lsa, hammasiga borib chiqqanman. Bir 2 oy, 3 oy futbolga borib ko'rganman. Qaysidir tayoq yeganman, qaysidir yoqmagan.